G'alati taomlar haqida Yustafakt. Qani ketdik. Sweet taomlari mahsulotlari vakuum paketda suvda pishiriladi. Koinotda ovqat kukun va gel shaklida tayyorlanadi. Xitoyda qush uyasidan sho'rva tayyorlashadi. Avval sushi taom emas, baliqni saqlash usuli deb atalgan. Neil Armstrong oyda birinchi bo'lib indeyka taomini yegan. Xitoyda loy va kuldan tayyorlangan 100 yillik tuxum iste'mol qilishadi. Sanakchi tirik sakkiz oyoqlardan tayyorlangan taom. Filippinda urug'langan o'rdak tuxumini qaynatib yeyishadi. Sardiniyada tirik lichinkalar bilan tayyorlangan pishloq bor. Bu taom Italiyada rasman taqiqlangan. Surströmming juda o'tkir hidlangan konserva baliq taomi. Kambodjada o'rgimchaklarni qovurib yeyishadi. Meksikada parazit va zararli qo'ziqorinlarni yeyishadi. Kiviyak taomi tyulen terisiga qushni 3 oy chiritib yeyishadi. Hakarl Islandiyada tayyorlanadigan chirigan akula go'shti. Xitoyda loviyadan tayyorlangan muzqaymoqlar bor. Fugu Yaponiyada tayyorlanadigan zaharli baliq hisoblanadi. Uni pishirish uchun oshpazlar litsenziya olishadi. Eng qimmat omlet Amerikada sotiladi. Uning narxi $1000. Lakritsa juda sho'r qora shirinlik hisoblanadi. Yaponiyaning achitilgan ichki baliq a'zolaridan sous tayyorlanadi. Chapulines Meksikada iste'mol qilinadigan qovurilgan chigirtkalar. Chigirtkalarda protein miqdori go'shtga qaraganda yuqori bo'ladi. Tarakanlar ba'zi Osiyo davlatlarida qovurib iste'mol qilinadi. Hindistonda chumollarni tamaki bilan aralashtirib chaynaydi. Tailandda yong'oq kabi ta'mli sariq ipak qurti lichinkalari sotiladi. Yaponiyada hasharotli sushi ham mavjud. Afrikada termitlarni qovurib yeyishadi. Yaponiya va Italiyada qora muzqaymoqlar mashhur. Avstraliyadagi aboringenlar lichinkalarni xom yeydi. Xitoyda skorpionlardan shashlik qilib sotishadi. Italiyaliklar deyarli har kuni pasta yeyishadi. Kolumbiyada qovurilgan chumola mahalliy delikates hisoblanadi. Avvallari Koreyada itdan sho'rva tayyorlashgan. Xitoy va Vyetnamda ilon aroqqa solinib saqlanadi. Ba'zi bir kanadaliklar ayiq go'shtini yeyishadi. Alyaskada kiyikning burnidan jele tayyorlashadi. Kalapocha taomi chet elliklarga juda noodatiy tuyuladi. Xuddi biz o'rgimchak ovqatlarini ko'rganimiz kabi. Krokodil go'shti Avstraliya va Afrika taomlarida keng tarqalgan. Indoneziyada mushuklar axlatidan kofe tayyorlashadi va u dunyodagi eng qimmat qahvalardan biri hisoblanadi. Xitoyda jonli ilonni so'yib, qonini ichimlik sifatida ichishadi. Xitoyda yangi tug'ilgan sichqonlar aroqqa solinadi. Turkiyada orxideya unidan ichimlik tayyorlashadi. Meksikada achchiq qalampirli shokolad bor. Tibetda choy